Kaspar Hauser insoniyat tarixidagi eng sirli shaxslardan biri. 1828-yilda Germaniyaning Nyurnberg shahrida birdaniga paydo bo'lgan bu yigit o'zining kimligini bilmas, atigi bir necha so'zlarni tushunardi. Uni boshida shunchaki oddiy qashshoq deb hisoblashgan, ammo tez orada hamma uning g'ayriodiyligini sezadi. U o'ta sezgir edi, kun yorug'ligini ko'tara olmasdi. Oddiy odamlar uchun tabiiy bo'lgan har qanday muhit unga noqulay edi. Uning yegani faqat non va suv edi. Kaspar asta-sekin gapirishni o'rganib, bolaligini qorong'i xonada, hech kim bilan muloqot qilmagan holda o'tkazganini aytadi. Unga hech qachon quyosh nuri tushmagan va u o'zini mahbus sifatida his qilgan. Biroz vaqt o'tib, u qirollik oilasining yo'qolgan avlodi ekanligi haqidagi mishmishlar tarqaladi. U haqidagi eng mashhur nazariyaga ko'ra, u Baden buyuk gertskining o'g'li bo'lishi mumkin edi. Agar bu haqiqat bo'lsa, Kaspar siyosat qurboni bo'lishi va uning mavjudligi sir saqlangan bo'lishi mumkin. Ammo bu sirli yigit uzoq yashamadi. 1833-yilda u noma'lum shaxs tomonidan hujumga uchraydi va vafot etishidan oldin "Meni ta'qib qilishdi" degan so'zlarni aytadi. Uning kimligi, qanday qilib paydo bo'lgani va nega o'ldirilgani haligacha tarixiy jumboq bo'lib qolmoqda.